yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoya. Bu video sharhimiz O'zbekiston va Niderlandiya termalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi haqida bo'ladi. Siz esa obuna bo'lishni unutmang. Mundialgacha 10k bo'lishni maqsad qilganman. Bunda sizning yordamingiz juda muhim. Birinchi bo'lim uchar gollandlarning to'liq nazorati ostida o'tdi. Men 3-4-3 taktik sxemasiga to'xtalmoqchiman. Bu sxema himoyalanayotgan paytda 5 himoyachi ustunligini berish kerak, ammo bu umuman sezilgani yo'q. Gollandlar qanotlardan, xohlasalar markazdan ham hech qanday to'siqlarsiz hujum uyushtira olishdi. Himoyadan chiqishda esa biz bitta uzatma bilan cheklandik. Ikkinchi uzatma esa gollandiyalik himoyachilar yoki markaz futbolchilariga borib tushdi. O'yindagi eng chiroyli vaziyatlar faqatgina Xayrulla Hamidov ijrosida bo'ldi. Valverdeni chaqirib kelish kerakmikan, Frenkiga? Uzun odamlardan yig'ilgan Gollandiya terma jamoasi. Har bitta Frenki de Jongga bitta Valverde bor deb qo'yamiz. Penaltilar seriyasiga aylangan uchrashuvda Niderlandiya termasi g'alaba qozondi. Men bu uchrashuvda termamiz o'yinidagi o'zgarishni sezmadim. Sizchi qanday fikrdasiz? Izohlaringizni qoldiring.